hali ham bug'doy yormani atala qilib qaynatib gaz rasxod, ko'mir rasxod qilib yuribsizlarmi akalar? Akalar men sizlarga bitta zo'r yechim topib qo'ydim. Hop, bu granulyatorimiz soatiga 100 kilo, 150 kilo chiqaradigan granulyator. 380 nechli 7,5 kilovatlik granulyatorimiz. Hop, bu granulyatorda nimalar qilsa bo'ladi? Mol, qo'y, baliq, quyon, tuyoqush, jo'jami, nima bo'lsa, nima jonzot bo'lsa o'shanga granula yem chiqarsa bo'ladi. Ushbu granula yemimizni tarkibi ko'rgan bo'lsalar, mana shunaqangi makka, bug'doy, arpa yormani birlashtirilgani. Xohlasangiz bunga beda, yantoq, yer yong'oqpali, mospali, gidroponika nima bo'lsa qo'shsangiz bo'ladi. Hop, o'zingiz bemalol to'yimli yem tayyorlasangiz ham bo'ladi. Hop, bu granulani bitta zo'r foydasi, siz mana deylik bug'doyni yorma qildingiz, yo bo'lmasam kepak qildingiz, silosga sepib berasizmi, qaynatib berasizmi? Misol uchun nima qilib bersangiz ham bunda rasxod katta bo'ladi. Sababi buni yeya turganda jonzot og'zida to'kib, sochib, go'ngga aralashtirib yuboradi qaysidir foiz qismini. To'g'ri aqlli qilyapsan deyishing mumkin, lekin bu chochma yemda bu. Buni hali sepib berishadi somonga yo silosga. Akalar, shuni uvol qilmasdan yeydigan varianti bu granula bo'ladi. Granulani o'zida ham bitta misol uchun YouTube'ga ham yozib yo ChatGPT'dan ham so'rashingiz mumkin granulani foydalarini. Granulada umuman yem asqot bo'lmaydi. Buni bemalol yeydi. Yemimiz misol uchun yarim pishgan tayyor mahsulot bo'ladi. Hali oshqozoniga misol uchun botmaydi, tez hazm bo'ladi. Hazm bo'lish jarayoni misol uchun bu yemga nisbatan 50% ko'p. Hop, tayyorlanishi juda oson, oddiy shu yormalardan vitamin premikslarni qo'shib bemalol yem tayyorlasangiz bo'ladi. Ishingiz oson bo'ladi. Yozgi kunida agar yemni tayyorlab qoplab qo'yadigan bo'lsangiz, qish kunida hali o'tin yo'q, ko'mir yo'q, gazni nima uvol qilib unaqa narsalar bo'lmaydi. Bemalol o'sha kunida osongina oxiriga to'kib qo'yasiz, o'zi yuradi. Broiler boqadiganlar ham misol uchun hozir kunda 100% granulaga o'tib bo'lgan, quyonchilar ham 100% granulada yuribdi. Hozir mol bilan qo'ydi, o'sha granulaga ko'pchilik o'tkazdiryapti. Hamma bildiki, buni o'sha uvol bo'lmasligini. Endi bunda hozir bu apparatimiz 280 li apparat. Agar siz xohlaydigan bo'lsangiz 220 variantini tayyorlayapmiz. Hozir bunda 380 da chiqarishni ko'rsatamiz. Biz atelab motorini 7,5 kilovat, 1000 оборот emas, 7,5 kilovat, 750 оборот qo'ydikki, akamiz yengil mahsulotlar ham chiqarish ekan, masalan, semichkani asqotlari. Semichka bilan shug'ullanishganlar uchun semichkani asqotlarni chiqarish ekan va bu apparatimizda apilkani ham pelet qilsa bo'ladi. Uning uchun o'sha mayin holatda apilkani solib tursiz, to'g'ri 100 kilo, 150 kilo soatga chiqarmasligi mumkin, bir 20 kilo, 25 kilo soatga chiqarishligi mumkin. Lekin misol uchun sizda agar kotyol bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz teplitsangiz yoki uyda peletga yonadigan pechkingiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu apparat bilan ikkita ishni bajarsangiz bo'ladi. Qani hozir bunda ko'p gapirmaymiz-da, endi buni hozir donlarni chiqarib ko'rsatib beramiz. Qani boshladik. Hop, chiqarish boshlandi akalar. Ko'rgan bo'lsalaring. Mana yemimiz juda chiroyli chiqyapti. Qizib olguncha sekinroq chiqarib turadi. Sababi matrisa hozir havo juda sovuq. Ko'rgan bo'lsangiz tuman tushyapti. Stanogimiz muzday holatda. Qizib olguncha to'ldirmasdan turamiz. Mana shu holatda to'ldirmasdan turamiz va qizib bo'lgandan keyin bir 4-5 minutlarda o'zi yem qizib ketadi. Qiziganda o'zi to'ldirib solsangiz, motorga ham nagruska bo'lmaydi. Chiqarishlari o'ta tekis. Presslari o'ta chiroyli. Bemalol bitta yosh yigitchami, misol uchun yosh bolalar ham bemalol bunda ishlab bir kunda kerak bo'lsa 500 kilo 1 tonna yemni chiqarib, sovutib, quritib, qoplab
Keraksa yemxonalarga ham berib, vet aptekalarga ham berib biznes qilsa bo'ladi. Pul toparmon apparat. Bemalol biznes qilsangiz bo'ladi. Hozir ko'pchilik granulaga o'tib ketyapti, chunki hamma sekin-sekin tayyor yemni berishni xohlab qolyapti. Sababi ortiqcha mehnatni hech kim xohlamayapti. Tezlash boshlandi, xudo xolasa. Voy, yemimiz qizishga keldi. Akalar ko'rayotgan bo'lsalaring, yemimizdan tutun chiqyapti mana. Jinda tursa qo'lam kuyadigan holatga kelyapti. Xudo xolasa ishlashlari tekis, chiroyli. Yemimiz qizib chiqyapti. Agar kimga shunaqangi granulyatorlar kerak bo'lsa, Qo'qon shahar 4-hafta bazar chidamiz. Nomerlarimiz o'sha. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bundan tashqari 220 granulyatorlarimiz, super drabilkalarimiz, universal drabilkalarimiz ham tayyor bo'lyapti. Hop, motorlarimiz, mis, alyumin hammasidan qo'yib beryapmiz. Hozir kunda 220 da misol uchun drabilka oladigan bo'lsangiz, alyumin motor tavsiya beramiz. Qish kunida tokimiz pasayib ketadi. Alyumin motorlarimiz past tokda ham, baland tokda ham bemalol ishlaveradi. Samazashli knopkalar bilan jihozlangan. Kimga shunaqangi granulyatorlar kerak bo'lsa, Qo'qon shahar 4-hafta bazar ishlamiz. Mustang jamoasini profiliga o'tib bemalol o'zing xohlagan mahsulotni ko'rib, o'rganib chiqib, aloqaga chiqsalaring, sizlarga yasab beraveramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.